8 ta narsa bor. İnson zoti borki, bu 8 ta narsaga albatta yo'liqadi. 8 ta narsaga inson yo'liqadi. Manaman degan u podshoh bo'ladimi, ahli ilm bo'ladimi, kim bo'lishdan munofiqlar ham yo'liqadi, kofir ham yo'liqadi 8 ta narsaga. Samaniyatun tajri ala nasi kullihim. Odamlarning hammasining boshida bor 8 ta narsa. La budda lil insani yalqas samaniya. İnson bu 8 ta narsaga ro'baro bo'lmasligining iloji yo'q. Sururun va huznun. Birinchisi surur, xursandchilik. Ikkinchisi huzn, xafalik. Va ijtima'un va furqatun, jamlanish, ajrashish. Va ijtimoga oila qurish ham kiradi, farzand bola chaqa bilan birga o'tirish ham kiradi, jamoat, jamiyat ham kiradi, davlat ham kiradi. Bu ham hammaning boshida bor. Va furqatun, tafriqa ham bor. Oila ajrashishi mumkin, farzandlar ajrashib ketishi mumkin, farzandni yo'qotishi mumkin, otasini yo'qotib qo'yishi mumkin bor. Sururun va huznun va ijtima'un va furqatun va yusrun va usrun. Yengillik ham insonning boshida bor. Va usrun, og'irlik ham insonning boshida bor. Va suqmun, kasallik ham insonning boshida bor. Va afiya, ofiyat ham insonning boshida bor. Shunga rozi bo'lsangiz yashang. Agar rozi bo'lmasangiz yer yuzini bo'shatib qo'ying.